Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilar. 2026-yilda shunaqangi mustahkam, baquvvat, zamonaviy qumshuvoq qilish qanchadan bo'lyapti? Narxini yoritib beramiz. Ko'rib turibsizlar, buvaydalik ustakalarimiz Farg'ona viloyati Chimyonga yana bitta fayzli xonadonga xonadon egasini ko'nglidagidek qilib remontlarni, ya'ni qumshuvoqlarni qilib berishyapti ekan. Akalarimiz ishlariga garantiyalar bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar, o'zlari chiqargan Tiagaga chiqib turibdi, bemalol ko'taryapti. Kimga shunaqangi mutaxassis ustakalarimiz ishlari kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir har bitta kvadratini alohida qanchadan metrga shunaqangi tiyagalarni qilib berishyapti, narxlarini yoritib beramiz. Xizmatlar qayergacha bo'lyapti, shularni hammasini to'liq ma'lumotini beramiz. Assalomu alaykum. Ustaka, yaxshimisiz? Suyimsiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi keldingiz. Xo'sh, qo'llarni dard ko'rmasi yana bitta fayzli xonadonda chiroyli qilib, zamonaviy qilib remontlarni qilib beryapsizlar ekan, aka. Siz oxirgi marta adashmasam Farg'onada bitta kottejda chiqaruvdik, undan keyin yana qayerga borib keldilaringiz, aka? Toshkentga borib keldik. Toshkentga borib keldi. Ya'ni biz obunachilardanmikan, xudo Biz xolasa? obunachingizdan. Biz obunachilardan ekan. Toshkentda Begobodda chiqib keldik. Gap yo'q. Asa xursand bo'lishdi, sizlarga ham rahmat aytishdi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat. Xo'sh, ustaka, masalan, endi sizlarda brigadalar katta, asosan necha kvadrat bo'lish kerak eng kamida? 500 kvadrat tepasi bo'lsa yaxshi. Yaxshi bo'ladi, chunki brigada katta, ancha yil bilan shu ish bilan shug'ullanasizlar. 500 kvadrat endi shetlarga, uzoqroqqa 500 kvadratga to'g'risi bora olmaymiz. Tushunarli. Minimum 500 kvadrat bo'lish kerak vodiy bo'yicha, shundaymi? Tushunarli. Bu yerga birinchi kelganlaringda qanday holatda edi uyimiz? G'ish holatda. Bu tomoni g'ish holatda, mana bu tomonichi? Bu tomonni 3 yil oldin o'zimiz qilib berib ketgandik Ha, 3 yil oldin shu haqqa berilib ketgan. Hozir nima qilib beryapsizlar? Hozir tiyagalarni qilib beryapmiz hammasi. Ha, Tiyaga tortib. u davrda tiyaga yo'qmidi? Yo'q, bor edi, prosta bu tarafini ham buzib yangilaydigan edi. Keyin qildiramiz deb, endi mana fursat endi bo'ldi. Ha, 3 yil oldin qilib bergan o'sha tekis qumshuvoqlarni ustaka. Endi mana bunaqangi o'xshab, bu tomoniga o'xshatib tiyagalarni chiqarib beryapsizlar, ustaka. Endi sizni mutaxassis sifatida so'rayman-da, necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanasiz? Buni ko'p so'radingiz. So'rab qo'ying endi. Yaxshi. 20 yil bo'ldi. 20 yil bo'ldi. Ya'ni maktabni bitirganingizdan keyin qumshuvoqni boshlashgan ekan. Endi obunachilarimizga foydali bo'lish uchun tashqariga qanaqangi shuvoq qilish kerak, ichkariga qanaqangi shuvoq qilish kerak? Aka, tashqariga sement suvoq qilgani yaxshi. Tashqariga sementovoy yaxshi. Ichkarigachi? Ichkariga endi biz ohakli desak, ko'pchilik ohaklidan qochishdan, sementlidan qochyapti degan fikr ham bo'lyapti. Bizga farqi yo'q. Prosta biz tavsiya qilib qo'yamiz xolos. Ha, ohakli qilsa issiq bo'ladi. Ohakli qilsa issiq bo'ladi. Issiq bo'ladi. Lekin biz ohakli desa ohakli, sementli desa sementli qilib beramiz. Qilib berilaveradi. Endi masalan kimdir pishgan g'ishtdan quradida, pishgan g'ishtga shu aytgan ma'lumotingiz to'g'ri kelaveradi. Ha, kimnikidir xom g'isht bo'lsa-chi? Xom g'isht bo'lsa ichkarilar ohakli qilgan yaxshi. Ichkarilar ohakli, tashqarini-chi? Tashqarini endi setga qoqib qilinadi, sementli qilinadi. Sementli Faqat oldin qilinadi. qilish mumkin. Tushunarli. Mana mutaxassis ustakamizdan ma'lumotni oldik. Ya'ni tashqari albatta sementovoy bo'lish kerak, ichkarini o'sha ohakli qilsa juda ham zo'r bo'ladi. Shundaymi ustaga? Tushunarli. Xo'sh, ustaga endi bunimiz masalan bu yerda birinchi shuvoq qilinib olinadi, ustaga. Polni suvoq bo'lgan. Keyin mana bu gullari boshqatdan ishlov beriladimi? Boshqatdan qilingan, qolipda rekalar qoqilib, qoliplari bu yerda turibdi. Ha, o'zlarining tiyagalarida hali gullari bor, ustaga. Qoliplari. Ha, mana shunaqangi gullarda mana chiroyli qilib chizib berasizlar. Shundaymi ustaga? Keyin o'sha bemalol odamni ham ko'taradigan tiyaga bo'ladi. Endi tashqaridan 200 kiloni ko'taraveradi. Ko'taraveradi, iloji bo'lsa tashqari panjara ham qo'yib qo'yislar ekan. Nima deb? Ehtiyot bo'lsa yaxshi-da. Tushunarli. Xo'sh, aka, endi qanday hisoblanadi bularimizni narxlari? Bularniki metriga hisob. Yo'q, birinchi tekizni aytib, birinchi tekizni qilib olasizlar, ha? Ha, tekis devor mana bu holatda bo'lgan. Ha, bu yerda 40 mingdan qilib berganmiz. 1 kvadrat 40 ming 40 so'mdan. ming so'mdan qilib berilgan. Ha, keyin shu tekis. Bundan keyin tiyaga boshlangan. Ya'ni yana qaytadan o'yib chiqib, bunaqangi odam ko'taradigan tiyagalar chiqarib beriladi. Bularimiz qancha? Bu bunaqasiga yurgan Beeline deymiz biz. Ha. Ulari o'yilgan. Mana bular, ha? Beeline. Bulari lekin dubl qoqib, ichiga sim tortib chiqarilgan narsalar. Har bittasiga dubl qoqilgan, sim tortilgan. Keyin chiqarilgan. Tushunarli. Bularimiz qanaqa hisoblanadi ustaga? Qanchadan qilib beryapsiz shu xonadonda? Bu yerda 130 mingdan qilib beryapmiz. Metri. Metri. Katta kichigi. Ha, bunisi ham 130 ming so'm. Tepadagi kattalari ham kiradi-da. Ha, bu ham 130 ming so'm. Mana buchi. Ha, bu ham metr 130 ming. 130 ming so'm. Ya'ni bitta tomonni metr 130 ming so'm. Keyin mana bu tevada qosh chiqargan o'sha bo'rtirib chiqarganlar ham 130 ming so'mdan. Qo'yi suyug'i bir xil narxda kelishgansizlar, ha? To'g'ri chiqqanda qalin. Ha, tushunarli. Necha kunda bitirib beryapsizlar, xudo xolasa? 12 kunda suvog'i bo'lgan. 12 kunda suvog'i bo'lyapti. Ichkari tashqari 12 kunda. Tushunarli. Endi ustaga masalan sizlar endi o'sha vodiy orqalari ham bo'lgan. Ha, orqa tomonlari ham bo'lgan. Ha, buni orqasi ham bor-da, hozir ko'rinmaydi bu yerda. Ha. Endi uyda egasi masalan sizlar kelishlaringdan oldin qanday sharoit qilib berish kerak? Bizga shu qum sement
sementovoy bo'ladigan bo'lsa, shunaqa narsalar olib kelib bersa, olib kelib bersa, ha? Qolgan hamma yo'q o'zlaridan. Sizlarga yeb ichish bilan yotog'ida qilib berish kerak, ha? yotog'i lesa olib kelib beradi, Ha, lesi ham olib kelib beradi. Ha, ha, qumni qanaqasini olgan ma'qulroq usta aka? Qumda imkon darajada yuvilgan qum bo'lsa, Yuvilgan qum bo'lsa, o'sha qumda irigidan bo'lishi kerak. irigidan. Hozir mana shu ikkalasidan qaysi biri yaxshi qumdi masalan? 3 yil oldingimi yoki bu yangi qilgan? oldin qilingan yaxshi. Ha. Biz rangida ham farqi bor. Ha, rangida ham farqi bor o'zi. Tushunarli. Yaxshisi o'sha siz obedga chaqirganda, masalan, o'sha yaqin o'rtada qum sotsa, olib borib ko'rsatsa ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Borib tanlab o'zlariga ma'qul kelganini. Biz o'zimiz aytsak yaxshi. Ha, tushunarli. Ustaga endi masalan yana qanaqangi savollar bo'ladi? Sizni adashmasam 3-marta chiqarishimiz yoki 4-marta? Ko'proq obunachilarimiz qanday savol berishadi? Ko'pchilik o'sha nechaga necha qo'shishini so'rashyapti bizdan. Aha. O'shani tushuntirib beryapmiz. Ustamikan ular yo? Yo, uyda egalari ham misol uchun ustani olib borgan, ko'p joyda chizilib, yorilib ketadi. Keyin bitta narsani tushuntirib o'tkazish kerak. Misol uchun bu bor narsa Andijonda o'tgan yili borganimizda bitta aka aytdiki, fasadda dedi sement suvoq qildirmayman dedi. Sabab desam, sabab dedi yorilib, chizilib ketar ekan dedi. Chizilib ketar ekan, shuning uchun dedi men tosh qildiraman tashqarini. Travitni toshdan qildiraman, faqat ichkarini o'zini dedi suvog'ini qilib berasiz dedi. Buni endi chizilib, yorilib ketishi, bunaqangi mayda-mayda chiziq tushishi bu ustaning aybi. Chunki bunga me'yoridan ko'p qo'shib yuboradigan bo'lsangiz, bunga iloji yo'q, stik tushib, chiziq tushadi. Ha, hamma narsa me'yorida qo'shgan yaxshi-da. Uni qancha qo'shishni bilish kerak. Qumni holatiga qarab turib qo'shiladi. Qo'shiladi. Sementni ham ko'p qo'shib yuboradigan bo'lsa, chiziqlar ko'payib ketadi. Qancha qo'shish kerak endi masalan, siringiz qancha qo'shasiz? Yaxshi o'rtacha qum bo'ladigan bo'lsa, 3 paqir qumga 1 paqir sement qo'shiladi. 1 paqir sement qo'shiladi. Ha, tushunarli. Ya'ni haliga nima deydi, yangi boshlagan ustakalarimiz bo'lsa, maslahat so'rab telefon qilsa bo'laveradimi? Behijolat. Behijolat, ha? Ya'ni bilmayap turgan bo'lsalar, yo'lib ketyap turgan bo'lsa, mana mutaxassis, 20 yillik tajribaga ega mutaxassis ustakamizda bemalol ma'lumot olaverasizlar ekan. Belovoyini ham qanday berishyapti deyapti-da. Ko'pchilik belovoyini qanday berishadi deyapti. Biz buni belovoyini suyuq sepamizda aka, yana pravilani o'zi sidirib olib tashlaymiz. Bunaqa qilib qo'lda teorkada aylantirib zatrika qilinmaydi. Tushunarli. Zatrikadan farqi yo'q lekin. Bu zatrikadan ko'ra bu tiniq chiqadi, keyin vanna bo'lmaydi bunda. Vanna bo'lmaydi. Qo'l mehnatida vanna bo'lib ketadi. Ha, vannasi bilinib turadi-mi? Ha. Yana qanaqangi savollar ustaga asosan? Hozir masalan, bu obyektga necha kunda topshirasizlar? Endi bunaqa obyektni tiyagalari bilan bo'ladigan bo'lsa 20 kun, 25 kun bir oyga borib qoladi. 20-25. Yo'q, demoqchimanki, mana shu videomizni ko'rib, sizga telefon qilishsa, bir bittasida vodiy bo'yicha masalan 500 ming kvadrat joyi bo'lsa, necha kunda o'tishlari mumkin? Faqat suvog'ini hozirgi holatda bir 4 kun 5 kun ichida uzoq o'tamiz. Ha, bu yerda bitirsalar, 4 kun 5 kunda bo'shaysizlar. Chunki yo'q, boshqa joyda ham bolalarimiz bor. Ha, brigada katta. Brigada katta. Bitta o'zi suvog'ini qilgan bolalar hozir Namanganda ish qilishyapti. Ha, sizlar unaqa tiyaga ochyapsizlar. Tiyagasini qilib beryapti. Berishyapti. Ha. Bitta oldin Andijonda edik. Ha, tushunarli. Endi ustaga ba'zi bir joylarda ko'ryapmiz, shuni o'ziga ham qanaqadir rang berish boryapti-da, u qanaqa bo'ladi? U qora rangmi? Ha, xohlagan rangini beraveramiz, oq desa oq, bo'yab beriladi. Ha, bo'yab beriladimi? Bu ham kelishilgan narsa qilib beriladi. Travertinchi? Travertinni ham qilaveradi. Travertinni ham qilib berasiz. Sokolini ham qilib beraverasizlar. Nozik sokoliga ham kelishgan bolalar. Ha, ya'ni tanishlar bor. Ya'ni bitta qo'ldan chiqsin desalar, masalan, g'ishirilgan uyingiz polodan tortib, sokilib, bu yoq o'sha devori tunuka fonigacha qatirib beraverasizlar, ustaga. Tushunarli. Xizmatlar O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqangi mutaxassis ustakalarimiz, haqiqiy tajribali ustakalarimiz ishlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastda nomerlari bo'ladi. Qilyapti turgan ishlari ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan laykni bosib, qurilish qilyapti turgan va albatta remont qilyapti turgan tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Salomat bo'lasizlar.